Ushbu videoda men RoboForex platformasi taklif qiladigan barcha hisoblarni ko'rib chiqaman. Ular bir-biridan nimasi bilan farq qiladi, kimlar uchun mos va qanday shartlari borligi haqida gapirib beraman. Videoni ko'rgandan so'ng o'zingizga eng mos hisobni tanlay olasiz. Demak, birinchi hisob turi protsent deb ataladi. Ya'ni bu hisob aynan yangi boshlovchilar va yangi strategiyani sinab ko'rish uchun maxsus yaratilgan. Ya'ni, masalan, agar sen endi savdoni boshlayotgan bo'lsang, men senga aynan shu hisobdan boshlashni tavsiya qilaman, chunki bu yerda kichik summalarni to'ldirish mumkin va sening mablag'laring sentlarda bo'ladi. Bu raqamlarga o'rganib olasan va shundan so'ng kuchliroq hisobga o'tasan. Endi shartlari haqida gaplashamiz. Birinchisi, spread 1 va 3 punktdan boshlanadi. Ya'ni bu sotib olish va sotish narxi o'rtasidagi farq. Bu yerda umuman komissiya yo'q. Sen bitim ochish va yopish uchun qo'shimcha foiz to'lamaysan. Hisobni $10 dan boshlab to'ldirish mumkin. Lotlar bizda sentlarda hisoblanadi. $1 100 sentga teng. Ya'ni agar sen $10 kiritgan bo'lsang, hisobingda 1000 sent bo'ladi. Ya'ni bu tarzda sen katta summalar xavfiga tushmasdan o'rganishing uchun qulay bo'ladi. Kredit yelkasining miqdori esa 1 ga 2000 gacha. Ya'ni 2000 baravar ko'p summani boshqarish mumkin. Lekin risklarni unutma, chunki agar hisobni kredit yelkasi orqali oshirsang, shuncha ko'p xavfga ham duch kelasiz. Agar sen yangi boshlovchi bo'lsang, bu hisob senga juda yaxshi start bo'ladi. Demak, keyingi hisob Pro deb ataladi. Bu ko'pchilik treyderlar uchun standart hisob. Agar senga allaqachon tajriba bo'lsa, ilgari savdo qilgan bo'lsang, nimadir chiqqan, nimadir chiqmagan bo'lsa, bu hisobda bemalol savdo qilishing mumkin. Endi esa shartlari haqida gaplashamiz. Bu yerda tarqalish 1 dan 3 ballgacha. Bu yerda komissiya yo'q. Ya'ni barcha xarajatlar allaqachon spreadga kiritilgan va bu oddiy strategiyalar uchun qulay. Minimal depozit ham avvalgi hisobdagi kabi $10. Kichik summadan boshlash mumkin, lekin aynan shu hisobda men ko'proq mablag' kiritishni tavsiya qilardim. Shunda savdo qilish uchun ko'proq imkoniyat bo'ladi. Kredit yelkasining miqdori ham xuddi shunday, ya'ni 1 ga 2000 gacha. Yana bir bor takrorlayman, yelka qancha katta bo'lsa, potensial foyda ham shuncha katta bo'ladi, lekin risklar ham oshadi. Mavjud platformalar MetaTrader 4, MetaTrader 5 va Trader. Agar o'rtacha muddatga yoki uzoq muddatga savdo qilsang, bu hisob yaxshi tanlov bo'ladi. Demak, navbatdagi 3-hisob Etn deb ataladi. Bu hisob skelperlar uchun mo'ljallangan. Ya'ni bu tezkor savdo qiladigan, qisqa masofalarda ishlaydiganlar uchun. Birinchidan, bu evda tarqalish nuqtadan. Komissiya esa 1 lot uchun $2 dan boshlanadi. Minimal depozit ham $10 ni tashkil qiladi. Bu yerda kredit yelkasi biroz kichikroq, ya'ni 1 ga 500 gacha. Mavjud platformalar MetaTrader 4, 5 va Trader. Shuning uchun, agar sen faol savdo bilan shug'ullansang, men senga shu hisobga o'tishni tavsiya qilaman. Endi keyingi hisob Prime deb ataladi. Bu professional treyderlar uchun yaxshilangan Etn hisobidir. U uzoq vaqtdan beri savdo qilayotgan va yanada foydali sharoitlarni xohlaydiganlar uchun yaratilgan. Spread Etndagi kabi 0 punktdan boshlanadi, lekin yirik treyderlar uchun yanada yaxshi sharoitlar bilan. Komissiya har bir lot uchun $1,5 dan boshlanadi. Shunday qilib, minimal depozit $10. Bu evda leveraga allaqachon 1 dan 300 gacha. Bu Etndan kamroq, lekin bu treyderni katta yo'qotishlardan himoya qiladi. Va mavjud platformalar MetaTrader 4, MetaTrader 5 va Trader. Shunday qilib, keyingi hisob Trader. Agar sen nafaqat valyuta, balki aksiyalar, indekslar va kriptovalyutalar bilan ham savdo qilmoqchi bo'lsang, bu hisob aynan sen uchun. $0.1 dan tarqaldi. Ya'ni sotib olish va sotish narxi o'rtasidagi farq minimal. Aytgancha, bu investor uchun muhim. Bir aksiya uchun 0 dan 15,000 dan $1 gacha komissiya. Ya'ni agar sen 100 ta aksiya sotib olsang, komissiya atigi $1,5 bo'ladi. Bu juda oz. Minimal depozit $100. Chunki fond bozori forexga qaraganda biroz ko'proq sarmoya talab qiladi. Kredit yelkasining maksimal darajasi bu yerda 1 ga 300 gacha. Ya'ni bu bitim hajmini oshirishga imkon beradi, lekin mo'tadil xavf bilan. Mavjud platforma bu Trader. Uni yuklab olish mumkin. Aytgancha, juda qulay ilova. Agar aynan shu hisobda savdo qilmoqchi bo'lsangiz, hammaga tavsiya qilaman. Xo'sh, videomiz ham yakuniga yetmoqda. Keling, qisqacha xulosa qilamiz. Yangi boshlovchilar uchun bu protsent, xavf past, mashq qilish mumkin. Standart savdo uchun esa bu Pro.
Ya'ni bu yerda klassik shaflar ko'pchilik uchun mos keladi. Skalperlar uchun, ya'ni ko'p bitim qiladigan, lekin qisqa masofada savdo qiladiganlar uchun bu etn yoki prime, investorlar va aksiyalar bilan savdo qiladiganlar uchun esa trader hisobi mos. Xo'sh, bu video ham yakuniga yetdi. Agar savollaring bo'lsa, izohlarda yozib qoldir. Umuman olganda, qaysi hisob senga ko'proq yoqishini ham yoz, natijalaring bilan bo'lish. Like bosishni unutmang. Xayr.